Это не просто жилой комплекс, это город в городе, где все возможно. 3 класса жилья: бизнес, комфорт плюс и комфорт. Огромное дворовое пространство. Чистый воздух, новый развивающийся район, близость к центру. Men ismim Damir. Ko'rib turganingizdek juda ham yomon vaziyatdamiz. Kelinglar yaxshisi boshidan boshlayman. Alo. Assalomu alaykum. Damir Zafarov sizmisiz? Meni ismim Madina. Bank xizmatlari bo'yicha sizda muddati o'tgan qarzdorlik mavjud. Aloqadamisiz? Alo. Alo. Akang hali ham turmadimi? Bilmadim. Akang mashq ketishdachi, mana shu ishidan ham haydaladi. Shu mahalgacha ham uxlaydimi? Ana, turdilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu. Shu mahalgacha uxlaysanmi? Ha? Bu ketishda bu ishingdan ham ayrilasan-ku. Ulguraman dedi. Menga qara. Sen qachon uylanmoqsan o'zi? Yoshing 30 ga qarab ketdi. Hozirda nima qilaman uylanib? O'rtog'im akasi 22 yosh. Uje bitta bolasi ham bor. Chalay. Mana 22 yosh. 30 ga chiqyapsan. Ha, krediting to'ladingmi? To'layapman sekin-sekin. O'zi nimaga olding shu kreditni? Pulini olib nimaga ishlatganingni ham aytganing yo'q. Ketdim men, kech qolmay. To'g'ri gap yoqmaydi-a? O'rgildan. Bu Murod. Korxonamizda buxgalter bo'lib ishlaydi. Nimagadir sal qo'rqoqroq, lekin yaxshi bola. Bo'ldingmi? Bu bor ishiga qarab tur. Bu esa Begi. Korxonamizda nima ish qilishini to'g'risi men ham bilmayman, lekin onlayn qimorlarga mukkasidan ketganini hamma biladi. Bo'loqo. Qancha otganimni bilishim kerak. Bu esa Aziz, korxonamizda kompyuter mutaxassisi bo'lib ishlaydi. Ha, aytgancha u student. Qisqa qilib ta'riflaydigan bo'lsam, kam gap, wunderkind, yana uni hacker ham deyshadi. Chala hacker. Avul. Begi bilasan-a? Direktor sezib qolsa ittaradi. Menga qaragin, pul ertaga kiks qilib hammasini joyiga qo'yib qo'yamiz. Sezib qolsa san emas. Mani 3x qiladi. Buni tomosha qilgan bo'lardim. Menga qara, kontraktingni Oysha xolanikidan yopmoqchimisan yoki chetdagi arzimagan oyligini yopmoqchimisan? Boshqa yo'lni qilib topsak bo'lardi shu pulni. O'zing ko'rib turibsan. Qarz olib qarz yopib yuribman. Shundan boshqa yo'l ko'rmayman hozir qarzlarimizni yopishga.
nima bo'ldi? Oqding. Qanchaga? Ko'p emas. 8 million. Tushundingiz, ha? Xotiraman. Men sistema qilganman. Hozir hamma pulni tikaman, shunda 2x qilamiz. Bundan oldingi o'yinda yutqizdik-ku, bunisini yutamiz. Pul qolmadi. Mana qarang. Mashinachilar qanaqa pul topadi? Birinchisi, sizga bankdan telefon qilyapmiz deb, kartangizga kimdir ulab olganini aytishadi. Uni chiqazib yuborish uchun sizga borgan SMS kodni eting deyishadi. Ikkinchisi, sizning rasmlaringiz tarqalib ketdi deb, Telegramda APK fayl jo'natishadi. Faylni ochishingiz bilan pullaringiz uchinchisi bo'lsa, Dubayda ofisi bor, qimmatbaho mashinasi bor, bitta professional treyderchi o'zini reklama qiladi. Trading orqasida siz pullaringizni 2 barobar yoki undan ko'proq qilib berishini aytadi. Telegramda qo'ygan rasmlari Ish bor. Men bunaqa narsalarga aralashmayman. Bilasizlarmi qanaqa statlar bor? 168 mashinistva, 141, 228, 244. Ey! Bir donishmand aytgan ekan. Qonunlar buzish uchun chiqariladi. Onangni operatsiyasiga pul yig'ay olmayotganding-a? Faqat kerakli summani yig'amiz, to'xtatamiz. Aniqlashimizcha, hozir sizga firibgarlar tomonidan kartangizga ulanib olishibdi. Shuni oldini olish maqsadida sizga hozir SMS kod boradi. Shu kodni menga aytib yuborsangiz, kartangizni mutlaqo xavfsiz qilamiz. Xavfsizligini ta'minlaymiz. Tabriklayman. Siz 50 million so'm pul mukofotini yutib oldingiz. Chunki siz do'konimizning 1000-chi xaridori sifatida shu yutuqqa ega bo'lib chiqdingiz. Yutuqni olishingiz uchun hoziroq sizga borgan SMS kodni bizga jo'natishingiz kerak va karta raqamingiz ma'lumotlarini yuboring. Keldi SMS. Aytaymi? Yozyapman. 238 473. Pul mukofoti kartangizga tushdi. Salomat bo'ling. Dadasi pul yutib. Qancha bo'ldi? Tabriklayman, hurmatli mijoz. Sizning kartangiz mutlaqo xavfsiz bo'ldi. Rahmat bolajonim. Xavfsiz, chunki ichida pul yo'q. Murod, men senga nima dedim? 2 kunda kontrakt to'layveramiz deganmidim? Bu idea esamdan chiqmadi-yu. Sani aytganingga kirib, hamma joy kiradigan joyi kirib bo'luvdi. Yaxshi ham Damir aka bor ekan. Aka, to'lavordim deyapman. Hammasini o'tkazvordim. Qanaqasiga yopilmaydi? Peni? Xo'p, shu o'tgan kunlariga shuncha tug'adim, aka. Xo'p. Hozir hammasini o'tkazvoraman, yopaman. Bugun yopaman, hozir yopaman, aka, bo'ldi, o'tkazvoraman. Oke. Mana biz kerakli summani yig'ib bo'ldik. Qanaqa kerakli summa yig'iladi? Nima deyapsan? Bilasan banklar bir kunda qancha pul aylantirishini? Ha? Qancha soqa qilishini bilasanmi? Yo'q. Odamlar ishlab oylik olarmish, chol kampirlar pensiya olarmish-da, lekin bank o'rtada soqa qilarmish.
Damir aka, hamma yoqda shunaqa ishlanadi-yu. Butun dunyoda shunaqa. To'g'risini ayting, siz hozir chol kampirlarni o'ylamayapsiz-ku. Yo nima, shuncha telefon qilganlarimiz ichida chol kampirlar yo'qmidi? Menga qara. Borib, ana o'qishingdagi o'rtoqlaringga aql o'rgatasan, tushundingmi? Menga aql o'rgatmagin. Agar men bo'lmaganimda, oying operatsiyalariga pul topolmasdan o'tirgan bo'larding. Begi, Murod, biz bitta kemadamizmi? Go, olib kel. Qamalib ketmasak bo'ldi. Hech kim qamalmaydi. Agar Aziz o'zini ishini cho'tki qilsa, hech kim qamalmaydi. Qo'ldan shuncha ish kelar ekan, bildi. Bo'ldi. Gap shu. Bankni izlom qilamiz. Aka, bu ish oson emas. Birinchidan, bank serverlari yaxshilashda qilingan. Ikkinchidan, ularning tizimiga kirishda to'g'ridan-to'g'ri iloji yo'q. Portativ tester yasashimiz kerak. Keyin pelotni fleshkaga ulab, serverga ulab olishim kerak. Shuni odam tiliga o'gir endi. Короче, bankka kirish kerak. Lekin kirishinglar bilan 3 minutda qo'lga tushasizlar. Qo'lga tushamiz. Hammamiz. Men ham shuni aytayapman, buning iloji yo'q. Iloji yo'q narsani o'zi yo'q. Normalniy rasm qo'ysang bo'lmaydimi? Ism topdim-de. Akalar, Ketdimi? to'xtab tur. Hali qosh qo'yishim kerak, hol qo'yishim kerak. Ish qilib hol qo'ymasang bo'ldi. Qo'ymayman. Demak, Aziz tuzgan rejani yana bir marta ko'rib chiqamiz. Men tomga chiqaman. Bankni internet bilan ta'minlaydigan asosiy kabelni uzib qo'yaman. U paytda Aziz Damasda o'tirib olib o'zini hakkerligi bilan shug'ullanadi. Buning uchun Murod bilan Begi ichkariga eson-omon kirib olish kerak. Asosiysi qorovullik o'ziga qaramaydi. Ichkarida nima bo'lgan taqdirda ham vahima bo'ladimi, savolga tutishadimi? Sizlar o'zingizlarni tabiiy tutinglar. Sizlarni IT mutaxassisi deb o'ylash kerak. Vaqtimiz kam. Haqiqiy ITshniklar kelguncha ishni bitirib chiqib ketishinglar kerak. 15 minutdan beri bankda to'polon. Kassani oldida odam to'lib ketgan. Hisob raqamlarga ham pul o'tkazib bo'lmayapti. Sababi nimada? Internet ishlamayapti. Tezroq yursanglar-chi. Har bir o'tayotgan daqiqamiz pul. Bizning dardimiz ham o'zi pul. Server qayerda? Mana, serverimiz ro'parada. Svetimiz yondan yoqiladi. Bo'ldi. Siz mijozlarga qarab turavering, biz o'zimiz hal qilamiz. To'g'ri aytasiz. Faqat iltimos tezroq bo'ling. Mijozlar kutib qolishdi, xo'p. Aziz, biz o'sha shkaf oldamiz. Serverda aytayotsanmi? Da, o'sha. Begi, men senga aytgan narsamni serverga tiq. Voy, qap ketibman buni. Boshim ochib ketdi-yu. Do'st sekinroq. Eshitib qolishadi. Tushunmadim. Bu ishingiz oqibati nima bo'lishini bilardingiz, brat. Bu kartamga tashlasangiz, kreditim sразу yechib oladi, aka. Boshqa kartamga tashlashingiz kerak edi. Uf. Aka. Olingiz bormi? Yo'q olaylik shundoq. Bor, hozir. Hozir shunday. Mana. Rahmat. Chiqdim. Bo'ldi, o'tdan chiqinglar-da. Menga bitta ishlamayotgan kompyuterni topib, IP adresini aytvoringlar. Nima u? Men bilaman. Ketdi. Bo'ldi. Damir aka, boya ismni qaytib tiqib yuboring. Bo'ldimi? Da, bo'ldi. Hozir. Uladim. Bo'ldimi? Yozib oldingmi? Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Yaxshimisiz? Biz internetdan tuzatdik, hammasi ishladi. Pulni siz berasizmi? Puli oldindan to'langan bo'ladi. Voy qo'lin. Hazırlashyapti. Biz bitirdik, ketamiz. Bo'ldimi, ishladimi? Sumkani. Rahmat, Ko'tukon. Rahmat, yaxshi qolinglar.
O'g'ri orqaga. Qalay bo'ldi, Murodjon? Voy, oxirgi qaraganda bor, ishon. Ishtoningga qilib qo'y dedim, bor. Qo'limga qaltirashini qara. Mana qo'lni qara, qo'llar. Mashina 3-pоворot o'ngga. Bitta masalaga buqulashtirib, bir kundayoq endi millionermiz bolalar. Qarang, kley ko'chib ketdimi? Yo'lingga qaragan. Shvetsariya, O'tdan Dubayga. Sayohatga joy qidiryapsanmi? Aka, kecha sizga tushuntirdimmi? Bizda chalg'itish uchun har xil abshur-shoklar ochib tashlaganmiz. Undan bunga, bundan unga pul o'tkazyapti. Bizanikilar xitlab atkazib berguncha, biz pullarni yechib olamiz. Galava. Молодец. Hey, bizga ham ikkita bilet ol, bir maslahat dam olaylik. Yo'lingga qara. Muammo bor, komandir. Nima gap, tinchlikmi? Bankni vzlom qilishdi. Ularni yetishib boshlagan. Va tez ishlayapti. Nima ekan bu? Jahannamning mastur? Tez sakrot, uspet qilmayman. O'shim qilmas. Men o'rta polkovnikka tez xabar berishim kerak. Sen bularni ko'zdan qochirmay tur, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Muzga qo'yib qo'y. Aka, sizga o'zim aytib beraman. Men seni unutaman 3gacha sana. 1 2 3. 1 2 3. Bizani IP adresga ulanishyapti. Jim. Nima tushunmadim. Bizani IP adresimizga ulanishmoqchi. Sekundiga kodini almashtiryapman. Lekin foydasi yo'q, biz biryapti. Murod, testini ber. Begi, ana narsani oluvmiding? Qaysi? Boyagi kompyuterga tiqqan narsani oluvmiding? Uni olasan demadingmi? Men qayerdan bilaman? Qoldi o'sha yerda. O'rta boshliq. Mana uni xodimlarimiz bankdan topishdi. Mardon, nima deysan? Ana endi koordinatasini aniqlay olaman. Juda ham yaxshi. Zudlik bilan operativ guruhni tayyorlang. Biz ularni qo'lga olamiz. Do'stlar, avtobusi, mashinani to'xtating. Bular bizning qattaligimizni qayerdan bilib qolishdi? Qanaqa hakkersa ishini bilib qilmaysanmi? O'zi xitlab qolishdi-yu. Ana u narsani tashlab ketmaganda tushmaslikda bular orqamizga. Gazzi bos. Aka, qayerdan bo'lsam, bu Damas bo'lsa. Voy, mahallaga qayril unda. Mahallaga qayril. Damas, tez mashinani to'xta. Qo'lim, brother. Meni kimligimni bilasanmi? Kim bo'lasligimni bilasan meni? Bu Mazafarovman. Qo'ying, kechlaring meni. Voy, Sen gapirma. Sekin. Bitta yordam berlaring. Komandir. Bizdan iltimosim bor. Bitta telefon qil, iltimos. Bir marta telefon qil, aytgan pulingizni beraman. Qodirov, Eshitaman. o'rtoq polkovnikka oldiga olib bor. Tush. Qayerda boshlading? Sandiq bo'ldi. Dada. Qo'rqma. Iltimos-da, yordam bering. Doim sizdan yordam so'rasam, o'zingni o'zi eplagimdir deysiz. Shu safar yordam qiling, iltimos dada. Bir marta bir og'iz aytib, polkovnik sizku. Iltimos dada, qo'yib yuborsin meni. Saidov. Eshitaman.
dadajon, iltimos. Dada qo'yvorsin. Dada iltimos. Dadajon. Kontraktlar ham to'landi. Lekin endi diplom yo'q. Damir aka duding. Mana qayerga yetib keldik. Aziz bugun Oysini operatsiyasi edi. Pulni ham olib borolmadik. Insonlar biror yomon ishga qo'llar ekan, oqibati qanday bo'lishini deyarli bilib turishadi. Lekin aynan men bilan boshqacha bo'ladi degan ahmoqona fikrda o'sha noto'g'ri yo'lga baribir qadam bosishadi. Oqibatini mana ko'rib turibsiz. Bir muttaham aytgan ekan, qonunlar buzish uchun chiqariladi deb. Aslida esa qonunni buzganlar qonun oldida albatta javob berishadi.